Narsalaringiz ko'pligidan hech qayerga sig'mayaptimi? Qaniydi o'zimni shaxsiy podvolim bo'lsa edi deb niyat qilib yuribsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Havosi toza, musaffo joyda joylashgan ushbu hovlimizni xarid qilsangiz, yoz o'tmoqda soz deb maza qilib dam olasiz. Podvallari keng va yorug', hamma narsalaringiz sig'ib joylashib ketadi. Hovlilarda mevali daraxtlari bor. Bu salqinroqda olingan video ekan. Hozir bu yo'li bundan ham chiroyli bo'lib, ko'kalamzor bo'lib ketgan. Bu yoqda o'zini letniy kuxnalari mazza qilib, shashliklar, qozon kaboblar qilib, tapchanlarda mazza qilib, qarindosh urug' bilan gaplashib o'tirishga qulay. Qo'y to'g'ri boqib qo'ysangiz ham, tuxumlarini bolalarga yetirib, immunitetlarini ko'tarib tursangiz bo'ladi. Pollari taxta pol, sifatli bo'ladi. Bilasizlar, taxta. Tepa etajga chiqsanglar balkon, bu yoqda shunaqa 3 ta xonasi bor, xonalari keng, qulay. Shoshiling, toza havoda yashayman deb yurgan qarindoshlarga ushbu videoni jo'nating. Agar sizda ham sotuvda turgan uylaringiz bo'lsa, izoh qismida yozib qoldiring. Undan oldin shu videoni 5 ta tanishingizga jo'nating. Havosi toza, tinch, osuda joyda joylashgan. Sanuzellariga akfa eshiklar qo'yilgan. 100% kafil qilingan. Shoshiling, boshqa silib ketmasdan oldin ulguring.